Ahvol baxshida intervyu olaylik. Aka bir mumkinmi? Ha aka, labay. Biz ham pul sanaylik. Biz Samarqanddan shu yerga. Ye, gap yo'q aka, Samarqanddan keldilar. Ha, Samarqanddan. Shu videolarni ko'rib, Ha, shu Instagramda baqib ko'ramiz biz. addush aka, bo'ldi, hozir. Biz shoshib ketayotgandik, mayli. Xo'p, qarang, hozir biz pul sanatgan ketayotgandik o'zi. Bu yoqda 1 dan 20 gacha xohlagan raqamni aytasiz, ichida 2000 dan 100 ming so'mgacha kupyura bor. Nech pul chiqsa olmadingiz aka? Necha? Bir kishi aytsin. 18. Voh, ketdik. 1 2 3 4 5 ta 100 ming, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 da 100 ming, 15 16 da 50 ming, 17 18 da 20 ming aka. Aka, sizni qayerdadir ko'rganman, tanish ko'ryapsiz-da. Biz Samarqandamiz, asli Samarqand. Aha. Biz quyosh panellarini, kameralarni o'rnatamiz. Quyosh panellariga xizmat bo'lsa aytasiz. Kakras aka, bizda oxirgi paytda mana shu elektr muammosi kuzatilyapti. Sizlarga juda nima deydi, ehtiyojimiz bor aka hozirgi kunda. Demak, quyosh panellari o'rnatish kerak bo'lsa, hamyonbop chiroyli narxda qilib berasizlar-a? Bo'ldi. I plus subsidiya ham bor. Subsidiya ham bor. Subsidiya ham. Zo'r, o'rtoqlar, subsidiya ham bor ekan. Mana akalarimiz quyosh panellarini o'rnatib berishadi. Bizning dasturxonlar restoran profil nomida aytsalaringiz, bonuslar bilan chegirmada chiroyli narxlarda qilib berishadi. Rahmat aka, sog' bo'linglar.